Katta bo'lganingda kim bo'lmoqchisan? Mehribon. G'aroyib emasmi? Biz faqat zohirimizni ko'ra olamiz. Ammo deyarli hamma narsa botinimizda sodir bo'ladi. Umring bo'yi talaffuz qilgan eng qudratli so'z nima? Yordam. Yordam so'rash taslim bo'lish degani emas. Bu aynan mag'lubiyatdan bosh tortishdir. Ko'z yoshlar shunchaki to'kilmaydi va ular seni kuching, zaifliging emas. Ba'zida menga o'zimdan ko'ra ko'proq ishonasizlar deb o'ylab qolaman. Hayot murakkab narsa. Men bir narsani kashf qildim. Sen suyukli va muhimsan. Aynan sen bu dunyoga boshqa